Shunaqa teoriya bor bilasizlarmi? Haligi qo'rqqan narsangni qilib ko'rishing kerak, shu narsaga yaqinroq bo'lishing kerak. O'shunda fobiyang yo'qoladi deydi. Haligi suzishni bilmasang cho'kib ket degandek gapda. Men ko'p paylardan qo'rqaman itlardan. It quvlasa qochma deyshadi. Nima qilishim kerak? O'tirib kart o'ynayman it bilan. Qochaman-da, ya'ni qochmasdan deydi. Bunday tosh olgandek tasavvur qilib tosh yo'q bo'lsa ham deydi, qo'rqitsang qochadi deydi. Men tasavvur qilaman itchi. It down deb o'ylaydi-yu meni ko'rib, tosh tasavvur qilmaydi u. Yo nima shunaqa teoriya bormi? It downlarda tishlamaydi degan. Yana bittasi aytayapti, shunaqa priyom bor, it seni tishlasa deydi, orqasiga qo'lingni tiqsang, qo'yaveradi deydi. Qulog'ini tishlab olar mana balki, tindag'ini olib qo'yaman. U qanday qilib men qaraylar, o'sha teoriyani bilmaydigan odam meni it orqasiga qo'limni tiqib turganimni ko'ryapti-da, nima deb o'ylaydi? Itdan qutulyapti ekan deb o'ylamaydi. Bu itni meni qo'limdan qutqarishga harakat qiladi. Shuning uchun qochgan yaxshi o'zi, qochish kerak, qarama.